Keyingi yillarda hududlar infratuzilmasini takomillashtirish va aholining yashash sharoiti, turmush tarzini yaxshilashda tashabbusli byudjet loyihasi o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, birgina 2025-yil davomida Vobkent tumani bo'yicha dolzarb deb topilgan 22 ta loyihalarga jami 31 milliard 659,5 million so'm mablag' ajratilgan. Natijada 14 ta ijtimoiy soha obyektlari yangidan qurildi va qayta ta'mirlandi. 17,8 kilometr ichki yo'llar ta'mirlandi. Tumanning Hayrabod mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 24-son umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quvchilarining va mahalla yoshlarining bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazish maqsadida zamonaviy, barcha qulayliklarga ega bo'lgan bolalar sport maydonchasini qurish ishlari to'liq yakunlanib, foydalanishga topshirildi. Tashabbusli byudjet mablag'lari hisobidan qurilgan zamonaviy talablar asosidagi mazkur o'yingoh mahalla yoshlariga kelajakda sport bilan muntazam shug'ullanish imkoniyatini beradi. Tashabbusli byudjetni 2025-yil 2-mavsumi jarayonida 1,5 milliardga usti yopiq stadion futbol maydoni yutib oldik. Mana shu usti yopiq futbol maydoni 2026-yil mart oyida qurib foydalanishga topshirdi. Mana yoshlarimiz bundan unumli foydalanib kelyapti, maktab o'quvchilarimiz. 2026-yil 1-mavsumda tashabbus byudjetda usti yopiq sport zal binosini ham yutib oldik. Bu o'sha yoshlarimizni o'z muhtaram prezidentimiz tomonidan sportga qaratilgan e'tibor, yoshlarimizni chinakam barkamol, sog'lom bo'lib voyaga yetishlarida zamin bo'lib xizmat qiladi. Tashabbusli byudjet jarayonlarining 2025-yil 1-mavsumi doirasida tumanning Kumushkent mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 41-son umumiy o'rta ta'lim maktabini qayta ta'mirlash loyihasi doirasida ta'lim muassasasining asosiy foydalanadigan qismi ta'mirlab berildi. Maktab binosi, sport maydonchasi va ma'naviyat xonasi mahalla yoshlarining kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib yetishi va sport bilan muntazam shug'ullanish imkonini beradi. Mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan 1 milliard 500 ming so'mlik maktabni qayta rekonstruksiya qilish uchun mablag'larni yutib oldi. Ushbu mablag'lar hisobidan maktabimizni stadioni, qayta rekonstruksiya bo'lgan maktabning fasadi va maktabning faollar zali qayta ta'mirlanib, o'quvchilarga foydalanish uchun 2025-yilning sentyabr oyida topshirildi. Bu jarayonlar o'quvchilar va o'qituvchilarning kayfiyatiga juda yaxshi ta'sir qilib, zamonaviy ta'lim metodlaridan foydalanishga va o'quvchilarni sport sohasida va o'zlarini bir iqtidorlarni ko'rsatishlari uchun yaxshi imkoniyatlar yaratib bermoqda. E'tiborlisi, joriy yilda ham bu boradagi qurilish va bunyodkorlik ishlari katta hajmda davom etmoqda. Mazkur jarayon doirasida 2026-yil 1-mavsum davomida Vobkent tumani bo'yicha jami 13 milliard 92,2 million so'm mablag' ajratilgan. Fuqarolar tomonidan dolzarb deb topilgan 7 ta loyihalar doirasida amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, Vobkent tumanida tashabbusli byudjet loyihasi doirasida ko'lami keng ishlar natijasi o'laroq mahalla va qishloq hududlarining qiyofasi kundan kunga o'zgarib bormoqda. Albatta bu yangilik va o'zgarishlar hudud aholisining hayot tarziga o'ziga xos ta'sir ko'rsatadi.